Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan ko'k piyozli, do'ltali qallama ertaman iftorlikka tayyorlaymiz. Buning uchun ko'k piyozimizni yaxshilab tozalab oldim. So'ngra chiroyli qilib tozalab yuvib olamiz. Mana ko'k piyozlarimizni chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi buni tarelkaga solib qo'yaman. Tuz solib, osh xamiriga suvlarni quyib oldim. Endi bunga to'g'ralgan ko'k piyozimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Unni solib, yaxshilab xamir qilib olamiz. Yaxshilab mushlab olamiz. Deyapti Buroyga, birinchi kunini chiroyli qilib osh qilib kutmamoqchiman. Chiroyli qilib so'zlarni archib, yuvib oldim. Endi uni to'g'rayman. Mana so'zlarimizni chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi qozonda bismillah deb osamiz va oshimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb qozonimizga dumbalarni solib, yaxshilab eritib olamiz. Qip-qizil qo'g'irib olib, ketidan go'shtni solib qo'g'irayapman. So'zini chiroyli qilib, qip-qizil qilib qo'g'irib, bexilat solib qo'g'irayapman. Man okroshka salatlarni qildim. Men salatlarni qilgunimcha xo'jayinim oshni damlashga yordam berib yubordi. Osh damlayapmiz. Mana oshimizni damlab olyapman. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga omonat. Assalomu alaykum. Mana Ramazonda birinchi kunini ham kutib olyapmiz. Bu yilgi Ramazon har bir xonadonga qut, baraka, omonlik, sog'lik olib kelsin. Hammamizni uyimizdan to'kin dasturxon hech qachon arimasin. Allohu akbar. Bu yerda pishirgan qallamalarim isib turibdi. Tuz solib, osh xamiriga suvlarni quyib oldim. Endi bunga to'g'ralgan ko'k piyozimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim.